V12 motorli oxirgi haqiqiy kabrioletlaridan biri Rolls-Royce Phantom Drophead. Bu mashina elektrokar yoki gibrid emas. Kapotni tagida rostakam 460 ot kuchiga ega dvigatel joylashgan. Xullas, hozir bunaqa mashinalarni ishlab chiqarishmaydi. Salonda yaxtalarga ishlatiladigan tik daraxtdan detallar mavjud. Tomi 25 soniyada ochilib yopiladi. Salon qoplamasi robotlar emas, to'liq qo'l mehnatida ishlatilgan. Statusingizni mana shu Rolls-Royce kabi hech qaysi mashina ta'kidlay olmaydi. Rolls-Royce Drophead bu nafaqat hashamatli avtomobil, balki yo'lingizdagi har bir eshik uchun kalit desa ham bo'ladi. Mashinadan tushganingizdan so'ng kimsiz degan savollarni umuman eshitmaysiz, chunki odamlar nimada kelganingizni ko'rib, hammasini tushunib olishadi. Bu mashinani siz Dubayda yoki Yevropada sotib ola olmaysiz. Bozor premiumda esa bu mashina yagona ekzemplyarda turibdi. Siz millionlab dollarlaringizni bankka ushlashingiz mumkin, yoki har yili narxi ko'tariladigan mashina sotib olsangiz bo'ladi. Shunday qilib, siz bu mashinani Bozor premiumda hozirni o'zida sotib olishingiz mumkin. Narxini o'zingiz taxmin qilib ko'ring.